Assalomu alaykum. Bugun 13-fevral. Juma kuni. Katta ehtimol bilan mana biz yana ikkinchi marta qolib ketyapmiz. Qamchiq dovonida o'ta ham kuchli darajada qor yog'ibdi. O'zi yo'llar biz Angerenga yetib olgungacha juda ham yomg'ir shunaqa qattiq quydi, hozir to'xtab qoldi. Sel bo'lib 40-50 zo'rg'a keldik mashinada. Mana bu do'konchilardan joy so'ragandik. Joy berishdi, bo'lmasam o'zi chiqqandan keyin o'zi mashina terilib ketib, o'zi teri boshlangan o'zi ochilib. Mashina turishlar. O'shaning uchun yana katta ehtimol bilan bugun mana shu yerda qolyapmiz. Ertaga Xudo xolasa endi bilmayman qaysi paytda yuramiz. Lekin qolganlardan yutug'imiz Toshkentda hozir bekildi degan xabar yetib borgan bo'lsa, biz endi Angerenda biz yaqinroq turibmiz Perivalga. Ochilsa biz birinchi o'tib ketamiz, to ular yurib kelgungacha qor yog'ib biror narsa bo'lmasa, biz oldinda o'tib ketamiz Xudo xolasa. Hammalaring kunlaring xayrli bo'lsin. Salomat bo'linglar.